Xo'p, tayyor. Вот. Haqida ma'lumot ko'raylik. Hajmi, qayerda turgani, nomi, formati nima ekanligini ko'rsataman. Xo'p, dasturni hozir ishga tushirib qo'yganman. Qani? Вот. ishlayotgan. Вот. Hop, to'xtatdik. Qaranglar. Botga bossam hech narsa ishlamaydi. Endi bu dastur ishga tushiramiz inkventni bosib. Ishga tushdi dastur. Endi boshqatdan botga yana komanda beramiz. Bot faol ishlayapti. Orqaga chiqamiz. Screenshot qilamiz, qaranglar. Mameta paydo bo'ladi, ochadi. Botda tayyor keldi. Yana bitta bosamiz. Botda paydo bo'ladi, ochadi. Ko'ryapsizlar? Umuman sezilmaydi. Qachonki mametga kirib ko'rmasa. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, USB ga avtoron qiladigan bo'lsa, Windows bo'lsa bo'ldi, ishlaydi. 10-11 problemasiz. Ham sezilmaydi, ham bilinmaydi-da. Qurbon hech narsani sezmaydi. Bu даже рабочий stolda ham turmaydi, flashkada bo'ladi, USB da. Shunaqa narsalar, короче.